Assalomu alaykum qadrli kanalimiz kuzatuvchilari, e'tiboringiz markazida yana Sport Plus kanali. Qadrli do'stlar, hozirgi dasturimizda internet olamida ro'y berayotgan eng so'nggi yangiliklar to'g'risida batafsil gaplashamiz. Qadrli do'stlar, bugungi dasturimizni boshlashdan oldin, agarda siz kanalimizda yangi bo'lsangiz, albatta kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Sport Plus kanali oilasi a'zosiga aylangan har bir kishi biz uchun juda ham muhim. Bundan tashqari, mana shu roligimiz tarqalishi, mehnatlarimiz besamar ketmasligi uchun pastga tushib, bir dona like bosib qo'ygan bo'lsangiz, men bugungi dasturimizni boshladim. Boks bo'yicha o'zbekistonlik professional jangchi Murodjon Ahmadaliyev tez orada janglarga qaytayotganligiga ishora qildi. Hamyurtimiz uzog'i bilan mart oyida navbatdagi jangini o'tkazar ekan. Qadrli do'stlar, hozir mana shu xabarni chiqarsam juda ham ko'p odam negativ yozyapti, ya'ni sen noto'g'ri xabarlarni chiqaryapsan deb. Mana do'stlar, Murodjon Ahmadaliyevning o'zidan ushbu gaplarni eshitishingiz mumkin. Xudo xolasa martlarda planlashtiryapmiz. Xudo xolasa ishonchinglarni oqlayman. Butun xalqimni, muxlislarimni, ota-onamni inshaalloh. O'zim va'da berdim, inshaalloh kuchli bo'lib qaytaman inshaalloh. Bu paytda bo'lsa o'zbekistonlik UFC jangchimiz Nursulton Ro'ziboyev mana shu yil chempionlik kamarini qo'lga kiritishni maqsad qilgan. Hamyurtimiz o'zbekistonlik UFC jangchisi Instagram sahifasi post bo'limiga ushbu rasmni joyladi hamda mana shu yil Xudo xohlasa inshaalloh UFC kamarini qo'lga kiritishga bor kuchim bilan harakat qilaman deya izoh yozib qoldirdi. Qadrli do'stlar, albatta hamyurtimizni bu yo'lda qo'llab-quvvatlagan holda kommentariyaga tushib, "Olg'a O'zbekiston, olg'a Nursulton Ro'ziboyev" deb yozib qo'yishni unutmang do'stlar. Qadrli do'stlar, xabaringiz bor, yaqinda hamyurtimiz o'zbekistonlik UFC jangchisi Nursulton Ro'ziboyev mana shunday Octagon Liga jang ber deb chiqayotgan masxarabozlarni mana shu ligalardan umuman tozalab tashlash maqsadida MMA assotsiatsiyasiga murojaat qilgandi. Qadrli do'stlar, mana shunday ahmoqlar kundan kunga ko'payib bormoqda. Mana shunday videolarni bizning kanalda tomosha qilishingiz mumkin. Bunday viziflardan hali juda ham ko'p do'stlar. Oxirgacha tomosha qiling. Assalomu alaykum butun planeta. Octagon Ligaga yangi qirol keldi. Octagon Liga menga jang ber, jang 70-75. Sizlarga vizit tashlayman, olmasini emsin. Bir pachka mana shu mayli buni tikaman, bor buzori. Conor McGregor UFCga qirol bo'lsa, men Octagon Ligaga yangi qirol. Нуратин og'a, assalomu alaykum. Octagon Liga. Дайте мне бой. Следующий месяц, любое время, я готов. Я покажу узбекский дух. Без разницы, камер карате, элька, буран. Хочешь, дайте 2-1. Тайсон, Сатурн, дайте мне бой. Я готов. Задний лету, Джонни опасный. Любое время. Дайте бой. Assalomu alaykum Octagon Liga. Menga jang berlar. Menga haqiqiy jangchilar berlar. Любое время, любое время я готов. Octagon Liga jang berlar, jang. Ishoninglar, shunchalar qiynalyapman borki. Mana shu oyoqdan bir zambiro degan narsa chiqibdi, nomini ham Alambalo degan. Hozir shunga qarab o'tiraman. Bitta oyoqdan chiqsa ham mayli, ikkita oyoqdan chiqqanda na yura olasan, na tirnovka qila olasan, na u joyga bora olasan. Hali ham shu qora ako'lan boriga shukr, yo'q bu yoqqa olib kelyapti. Bir davosini bilsalar, yozoringlar qani tayyorlikka. Yana oyog'ing kesdinglar, Xitoydan zakaz qilib, yo'q bu yoq demanglar menga. Aqlli fikrlar yozinglar. Tovonda yuribman-da, tovonda ham yursa bo'ladi, men yaqinda bildim. Tovonda o'zi tiq ketyapman. Xotin bo'lganda qarardi. Ovqat ham yo'q yeganim bor, ko'chaga chiqib kelish kerak. На мышечный объем его ног до операции, до травмы. Он долгое время, годами дрался без одного креста на одной ноге. Долгое время. Потом порвал второй крест. И он не мог ни бить ногами, ни бороться из-за нестабильных суставов. Он чисто на стойке двигался, бил руками и не мог полноценно выступать. И он сразу решил прооперировать оба сустава, сразу двух ног. Почему? Чтобы не выбывать на слишком долго. И мы видим, что спустя 4 месяца под реабилитацией, под моим присмотром,
он набрал внушительный мышечный объем, да, как на этой фотографии можете сравнить, как было, и перелистните назад, и посмотрите, как у него сейчас. То есть сейчас на 4-й месяц у него ноги сильнее, чем вообще до операции, до травм. А это очень важная часть реабилитации, стать сильнее и лучше после операции, чем ты был до операции. Особенно для профспортсменов, это очень важно. Qadrli do'stlar, bugungi videoda yetkazmoqchi bo'lgan yangiliklarimiz shulardan iborat edi. Video yoqqan bo'lsa like bosishni unutmang. Keyingi dasturlarimizda ko'rishguncha xayr o'zingizni ehtiyot qiling. Sport Plus kanalimizdan uzoqlashmang. Tez orada ko'rishguncha do'stlar.